Bugun Mobile Legends o'ynab turganimda bir g'alati holatga duch keldim. Abichkada Sevara nikli igrok bilan tushib qoldim. Expada birga bir to'qnash keldik. Men alfa giroy dedim, u esa tamus olgan edi. Protipa hammasi normalni ketayotganga o'xshab turdi, toki birinchi faytgacha. Birinchi faytda meni sherigim yordamga keldi va biz uni o'ldirib yubordik va undan keyin undan mana bunday chiroyli so'zlarni eshitib oldik. Erkak bo'lmay o'llaring kam. Конечно, bu gaplar menga yoqmadi va faqat unga fight qilishga qaror qildim. Bunaqangi mag'lubiyatlar unga yoqmadi shekilli va u chatga yana xabar qoldirdi. Laytda gaplashamiz, alfa kam. Da nima ham deymiz, yutqizgan kurashga to'ymas deyshadi-yu. Nolik aytganini qildi. Laytda chiroyli gaplashib qo'ydi men bilan. Va 2 dona kill qilib sirazi kibrga berilib chatga yana xabar qoldirdi. Sallaga mas bir gap. Va shu matchdan keyin men uni birga bir o'yinga taklif qildim. U esa rozi bo'ldi. Va bu qiz bilan menda qonli jang boshlandi. Qonli. O'yinni boshida har doimgidek men bufflarimni urib farm qildim. Bu qiz bo'lsa hali ultimate'ini ochmasdan turib men bilan fight qilmoqchi bo'ldi. Albatta, birinchi faytdagi g'alabadan keyin ustunlik avtomatik meni qo'limga o'tadi, chunki menda farm ko'proq bo'ladi. Bu qiz bo'lsa farm degan narsani miyasini bir chekkasiga keltirmasdan yana faytga kirib ketdi. Albatta ikkinchi marta o'lgandan keyin sal hammasi o'z holatiga keldi va anchagina ehtiyotkorlik bilan o'ynashni boshladi. Anchagina ham o'tayam ancha. Men u 3 minutcha bir bashnasidan chiqarib olishga harakat qildim buni. Damani ko'rib turganlaringdek bir nima qilib oxiri ushadim, bashnasini ichiga kirib bo'lsa ham o'ldirib chiqib ketdi. Bundan keyingi faytlarda bu qiz umuman shot olmadi, o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Va bu matchda ko'rib turganlaringdek Kamina va Kamtaran Alixan janoblari g'alaba qozondi va bilasizlarmi bundan keyin nima bo'ldi? Instiz bo'lsa bering, gap bor. Ok, mayli. Men uni Instagramini prostadak men shunaqa Alixan MLBB men shunaqa o'yin bo'ldi, men shu videoni chiqaraman deb so'rash maqsadida so'ragan edim o'zidan, lekin ko'rdinglar, nos qilib yo'q dedi. Jala u hozir hayolda o'ylaganki, bu bala men bilan anaqa qilmoqchi, отношения qilmoqchi, bilad qo'yna. Har doimgidek o'sha o'tmishimizdan qolgan maqol yutqizgan kurashga to'ymas. U meni revansh jangiga chaqirdi, men rozi bo'lib kirdim. To'g'risini aytsam, bu qiz bilan birga bir o'ynab o'tayam zerikib qoldim o'rtoqlar va meni izdatcha bosib yubordim. Ko'rib turganlaringdek hisobda oldin dedim, 5-2 KD ham menda baland xullas yutayotgandim, prosta zerikib o'zim izdatcha bosib yubordim. Boshida kuchli xolos alfis. Laytda musa. Men tushunmayapman qaysi kalla bilan bu qiz Mifda 27 ta yulduz to'plab yuribdi, ko'rib turganinglar akkaunti. Bu videoda maqsad kimningdir ustidan kulish emas, shunchaki o'yindagi muomalasi yo'q. Ayrim bir qizlarni tarbiyalab qo'yish edi. Men hamma qizlar haqida gapirmayapman, faqat ayrim bir qizlar haqida. Ey millatdoshlarim, iltimos bir-birimizga bunday qo'pol muomalada bo'lmaylik. Qaranglar o'rtoqlar, men bu oddiy bulkanon, bu shunaqa shirin ekan, prosta o'zini tishlab yeb maza qilyapman. Bu boshqacha bulkanon ekan, to'g'risi.